Kechqurun edi. Yoz oqshomi jimjit va yoqimli, havo iliq, yurak esa sababsiz tez ura boshlagan. Eski tanishim, qo'shin kelin, Nilufar, kechki payt telefon qildi. Suhbat ohangidan sezdim, u yolg'iz, nimadandir ko'ngli xijil. Uyda hech kim yo'q, kelasanmi? Dedi u past ovozda, biroq so'zlarida istak aralash edi. Albatta, dedim ikkinchi marta o'ylamasdan. 1 soat ichida uyi eshigi oldida edim. U oppoq, yengil ko'ylakda chiqdi, uzun sochlari yelkasiga tokilib tushgan. Nigohi esa meni ichimdan titratdi. U jimgina jilmaydi, qo'limdan ushlab ichkariga boshladi. Uy ichida atir hidi anqib turardi. Xona yarim qorong'i, lekin bu qorong'ulik bizni bir-birimizga yanada yaqinlashtirgandek edi. U sekin menga yaqinlashdi, ko'zlarimiz to'qnashdi. Jimjitlik bizni o'rab oldi, ammo yuraklarimiz baland urayotganini ikkalovimiz ham his qildik. Nilufar boshini yelkamga qo'ydi, qo'llari belimni quchdi. Uni mahkam quchdim. Ko'ylagi orasidan issiqligi tanamga o'tib ketdi. Sezilar sezilmas titrayotgan nafasi bo'ynimga urilib, yuragimni junbushga keltirar edi. Sekin-sekin lablarimiz bir-biriga yaqinlasha boshladi. So'ng o'sha ilk o'pich. U uzoq, shirin, ehtirosli va nihoyatda samimiy edi. Tana haroratimiz ko'tarildi, yuraklarimiz bir ritmda ura boshladi. Korpa ostiga kirib, bir-birimizga mahkam yopishib yotdik. U meni ko'ksimga bosh qo'yib, sekin-sekin nafas olardi. Uning har bir nafasida ishonch, istak va yashirin quvonch bor edi. Tun uzun edi. Biz esa faqat quchog'imizda yo'qotgandek edik butun dunyoni. Tong yorishmay turib uyg'onib ketdim. Nilufar hanuz yonimda, sochlari yelkalarimga tokilib yotardi, yuzida esa shunday sokinlik borki, uni uzoq kuzgim kelardi. Bir muddat shunchaki uning nafasini tinglab yotdim, yuragimda iliq narsa uyg'ondi. Mehrmi bu? Yoki shunchaki ehtirosdan keyingi hissiyotmi? U asta uyg'ondi. Ko'zlarini ochib menga boqdi. Uzoq, chuqur nigohda minglab so'z yashiringandi. Kechagi tun bu oddiy bo'lmadi, to'g'rimi? Dedi u sekin. Ha, dedim sokinlik bilan, bu oson unutiladigan tun emas. Nilufar o'rnidan turdi. Derazani ochib, tonggi shabadani yuziga tekkizdi. Ko'ylagi yelkasidan biroz tushib ketgan, quyosh nurlari uni yanada nozik ko'rsatardi. Men esa jim qarab turardim, uni hozir bunchalik chiroyli ko'rganimni o'zim ham kutmagandim. Men erim bilan anchadan beri sovuqman. U meni tushunmaydi, his etmaydi. Men sening yoningda o'zimni tirik his qildim, dedi u ovozi biroz titrab. Men yaqinlashdim, qo'lini ushladim. Nilufar, biz nima qilyapmiz? Bu yo'l xavfli. Ammo yurak buyruq kutmaydi. U boshini egdi, ko'zlari yoshga to'ldi. Bilaman. Lekin men seni yana ko'rmoqchiman. Faqat bir tun emas, ko'proq vaqt sen bilan bo'lishni istayman. Bu so'zlar yuragimni zirqiratdi. U shunchalik samimiy aytdiki, ortga yo'l qolmadi. Biz yana bir-birimizni quchdik. Bu safar nafaqat ehtiros, balki yurakdagi og'riq, orzu va yashirin istaklar aralashgan edi. Eshik taqilladi. Biz ikkalamiz bir zumda muzlab qoldik. Nilufarning ko'zlari dahshatga to'ldi. Eshimcha, bu. Men darhol kiyinib, orqa eshikdan chiqib ketdim. Ammo yuragim o'sha uyda qoldi. Orqa eshikdan chiqqach, yuragim go'yoki hanuz o'sha xonada, Nilufarning quchog'ida qolib ketgandi. Qadamlarim og'ir, bosgan har bir qadamingda ichimda bir nido, ortga qayt deb baqirardi. Ammo bu endi mumkin emasdi. Tashqarida tong yorishgan, ammo men uchun tun hali tugamagandi. U kundan keyin Nilufar hech qanday xabar yozmadi. Qiziq, na salom, na izoh. 2 kun, soatlab telefonimga termilib o'tkazdim. O'zimni yo'qotgandek edim. U esa jim. Nihoyat 3-kuni kechqurun. U bilib qoldi degan xabar keldi. Qo'limdan telefon tushib ketdi. Yuragimni muz bosgandek bo'ldi. Kim bilib qoldi? Qanday? Nima bo'ldi degan savollar boshimda aylanaverdi. Javob yo'q. Bir necha soat o'tib eshik taqilladi. Qarasam, Nilufar. U qora ro'molga o'ralgan, ko'zlari shishgan, yuzida chuqur iztirob bor.
Jimgina uyga kirdi, hech narsa demadi. Faqat qo'llarimdan ushlab o'tirib qoldi. U hech nima demadi. Faqat qaradi. Shunday qaradiki, yuragim yorildi. Men o'z ishimdan uyalaman, lekin afsuslanmayman. Sen afsuslanmayapsanmi? Dedim pichirlab. Men ham. Men unga hech qachon bunday ko'z bilan qaray olmasligimni bildim. Men sen bilan bo'lishni istayman. Lekin bu oson bo'lmaydi. Men oila tepasidaman, lekin yuragim allaqachon sendan joy olgan. U yiglab yubordi. Yelkasiga boshimni qo'ydim. Biz jim yotdik. Ehtiros yo'q edi bu safar, faqat yuraklarimiz bir-birini topgan edi. Shirin, ammo og'ir sukut orasida. Lekin men bilardim, bu sevgi endi yashirinib yashay olmaydi. Va bir kun kelib hamma narsa fosh bo'ladi. Yoki biz o'zimiz barchasini fosh qilamiz. Nilufar o'sha tun menga birinchi marta boshqacha qaradi. U endi nozik, bechora ayol emasdi. U qaror qilgan, yuragi tanlagan, lekin hali hayotdan qo'rquvchi ayolga aylangandi. Men undan ketaman, dedi u nihoyat. Oylab gapiryapsanmi? Bu oson emas. Oila, atrofdagilar, jamiyat hammasi qarshi chiqadi. U qo'limni mahkam ushlab. Men har kuni o'zimga yolg'on aytib yashay olmayman. Sen bilan bir tun emas, hayot kechirishni istayman, dedi. Ko'zlari qat'iy, ammo yuragida larzani his qilish mumkin edi. Shu kech biz reja tuzdik. Uyidan chiqishi, vaqtincha onasinikida yashashi, so'ngra rasmiy ajrashish masalasi hammasi qadam-baqadam. Ammo hayot bu oddiy reja asosida yurmaydi. Ertasi kuni ertalab telefonim jiringladi. Noma'lum raqam. Salom. Nilufarning eri gapiryapti. Senga bir-ikki ogiz gapim bor. Faqat erkakchalik bilan. Uning ovozi sokin, lekin ogohlantiruvchi edi. Ichim muzlab ketdi. Uchrashuv kechqurun mahalladagi avtoturargohda bo'ldi. U oddiy kiyingan, ko'zlari charchoq, ammo ichidan o't yondirayotgan odam edi. Men hamma narsani bilaman, dedi u to'g'ridan to'g'ri. Nilufarni sen bilan ko'rganimda bir zumda tushundim, men uni yo'qotdim. Lekin buni senga osonlikcha kechirmayman. U jimgina menga qarab turdi, so'ng davom etdi. Men uni ko'p yillar sevganman. Lekin ehtimol haqiqiy sevgi nima ekanini bilmagandirman. Agar u senga qaraganda baxtliroq bo'lsa, men ketaman. Men hech nima deya olmadim. Bu so'zlar orqasida og'riq, gurur va ehtimol qadrdonlik bor edi. Ammo o'sha kuni kechasi Nilufar boshqa gap bilan keldi. Men ketolmayman, onam yurak xurujidan kasalxonaga tushdi. Erim esa bugun menga ilk marta, agar sen baxtli bo'lsang, men chekinaman, dedi. Men endi o'zimni xoin kabi his qilyapman. Men uning yuziga tikildim. U ikki olam orasida yirtilayotgan ayol edi. Va men ham. Nilufar sevgimiz chin. Lekin har chin sevgi ham baxt olib kelmaydi. Hayot bu faqat yurak emas, mas'uliyat ham. U asta ko'z yoshlarini artdi. Demak, biz hammasini shu yerda to'xtatamizmi? Men indamay uni quchdim. So'ng sekin pichirlab dedim. Biz sevgimizni to'xtatmaymiz, faqat uni yuragimizda davom ettiramiz. Shu bilan u ketdi. Men esa endi har tong o'sha derazaga qarab uyg'onaman, u yana bir kun kelib eshikni taqillatadigandek. Hayot o'z yo'liga tushdi. Men yangi ishga joylashdim, shaharning boshqa tumani, boshqa muhit, boshqa odamlar. Nilufar bilan o'sha kundan so'ng na gaplashdik, na yozishdik. Uning hayoti qanday kechayotganini faqat tasavvur qilardim. Balki baribir erining yonida qolgan, balki allaqachon mendan butunlay voz kechgandir. Lekin men hali ham har qanday tun jimjitligida o'sha quchogimizni, birga uxlaganimizni, yuragining urishini eslardim. Yana bir oddiy tongda ertalab ofisga kirayotganimda kimdir "Salom" dedi orqamdan. Qulog'im bu ohangni bir zumda tanidi. Orqamga qarasam, Nilufar. U o'zgargan. Ko'zlari sal chuqurlashgan, sochlari qisqaroq, lekin qaraganda darrov taniladigan o'sha. Ko'ksim zirq etdi. Sen? Ha, seni 3 yil kutdim. Har kuni, har oy. Lekin sen yo'qolding.
Men ham sendan voz kechishga harakat qildim. Erimdan ajrashdim. O'zimni to'g'rilash uchun uzoq yashamadim bu shaharda. Endi qaytdim. Ishga joylashyapman va seni uchratdim. U jilmaydi. Qanchalik charchagan bo'lsa ham, o'sha jilmayishda hali ham muhabbat bor edi. Nega endi? Dedim titrab. Chunki endi men hech kimga, hech narsaga emas, faqat o'z yuragimga qarshi borolmayman. Biz jim turib uzoq tikildik bir-birimizga. O'sha ko'zlarda hech qanday yolg'on yo'q edi. U chin kelgandi. Bu safar so'rash uchun emas, qolish uchun. Men asta uning qo'lini ushladim. Sovuq edi, ammo ichida tiriklik, yurak, hayot bor edi. Bu safar ortga qaytmaymiz, Nilufar, dedim. U sekin bosh irgadi. Biz odamlar orasida yuraklarimizni topib, yana bir bor hayotni boshladik. 3-marta emas. Birlamchi, haqiqiy marta. 3 yillik ayriliqdan so'ng Nilufar bilan hayotni birga boshladik. Yangi uy, yangi yashash tarzi, faqat ikkimiz. Birinchi haftalar, go'yo tushdek, nonushta birga, ishga kuzatishlar, kechki suhbatlar, orqadan quchoqlab uxlash. Har bir oddiy lahza o'ziga xos mehr bilan to'lib toshardi. Nilufar goh-gohida ko'zlarimga uzoq tikilardi. Nima bo'ldi? deb so'rardim. Men bu lahzalarni orzu qilgan edim. Lekin ba'zida ularni haqiqat deb qabul qilishga qiynalaman, derdi u yengil jilmayib. Men uni har safar mahkam quchardim. Bu safar yo'qotmaslikka qasam ichgandim. Ammo hayot doim jim qarab turmaydi. Bir kuni Nilufar ishdan boshi og'rib, erta uyga qaytdi. U charchagan, toliqib kelgan edi. Ertasiga yana ayni shikoyat. Shifokorga olib bordim. Bir qancha tahlillar, tekshiruvlar va nihoyat shifokor stol ortida jiddiy ohangda gap boshladi. Nilufar homilador. 2 oylik. Lekin ayrim xavfli belgilar bor. Siz unga ruhiy tinchlik yaratishingiz kerak. Hozirgi stress bolaning hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin. Men bir zum jim qoldim. Yuragim urish o'zgardi. Avval hayrat, keyin quvonch, so'ng qo'rquv. Chunki bu farzand bizning sevgimizdan tugilayotgan ilk mo'jiza edi. Unga bu haqda aytganimda ko'zlari yoshga to'ldi. U meni quchdi, boshini ko'ksimga qo'ydi. Bu bolani saqlab qolishimiz kerak, dedi u. U bizning sevgimizning guvohidir. Yillar davomida kechgan azoblar, ko'z yoshlar, ayriliqlar behuda bo'lmaganini isbotlovchi jonli belgi. Shu kundan boshlab men ham o'zgardim. Endi faqat Nilufarni emas, ichidagi hayotni ham asrashim kerak edi. Har tong unga issiq nonushta, har kech sekin ohangda kitob o'qish, musiqa, birga yurishlar. U baxtli edi. Va men o'z hayotimda ilk marta haqiqiy erkakdek yashay boshlagandim.